10-asrning ikkinchi yarmida yashagan arab geografi va sayyohi Muqaddasiyning ma'lumot berishicha, savdo aloqalari natijasida Bulg'or podsholigidan Xorazmga dubulg'alar olib kelingan. 11-asrda hayot kechirgan turkshunos Mahmud Qoshg'ariyning Devoni lug'ati turkida dubulg'a ashuq so'zi bilan berilgan. Dubulg'a kiyganda bosh og'rimasligi uchun uni kiyishdan avval boshga kiyilgan jun qalpoq qaduq deyilgan. Amir Temur davrida old tomoni ikki qosh o'rtasidan burun ustigacha tushirilgan uchi o'tkir quloqchinli dubulg'alar keng tarqalgan. Manbalarda jangu jadal chog'ida sohibqironning dubulg'asi uni bir necha bor qilich zarbidan saqlab qolgani haqida ma'lumotlar berilgan.